Bilaman, hozir quyida keltiriladigan muammolardan hech bo'lmaganda ikkitasi sizda bor. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlarga maxsus massajyor apparatlar, bo'g'im og'riqlari, revmatizm, artrit, poliartrit, osteoxondroz, bo'y pastlik, buyrak, jigar, oshqozondagi yallig'lanishlar, protein, kreatin, geyner, aminokislota kabi barcha turdagi sport ozuqalarini sof savdo onlayn magazini orqali topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis. Ukraina Kurskka yirik dron hujumi uyushtirdi. Rossiya Federatsiyasining Kursk, Bryansk va Rostov viloyatlari bugun ertalab Ukraina dronlar yordamida amalga oshirilgan hujumlarning asosiy nishoniga aylandi. Bu haqida Rossiya Mudofaa vazirligi xabar berdi. Umuman olganda havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiya Federatsiyasi hududlari va anneksiya qilingan Qrimga uchirilgan 50 ta Ukraina dronlarini tutib yo'q qildi. Rossiya Mudofaa vazirligining ertalabki hisobotida aytilishicha, Ukraina kechasi Kursk viloyatida 23 ta, Rostov viloyatida 11 ta, Bryansk viloyatida 6 ta uchuvchisiz uchish apparati uchirilgan. Hujumning boshqa hududlari Belgorod viloyatida 3 ta dron, Mordoviya Respublikasi va Kaluga viloyati har bittasida bittadan dron va anneksiya qilingan Qrim hududida 2 ta dron. Bundan tashqari Moskva viloyatida jami 3 ta dron yo'q qilingan. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ulardan 2 nafari Moskva tomon uchayotgan bo'lgan. 26-iyun kuni ertalab Rossiya Mudofaa vazirligi Bryansk viloyati uzra yana 6 ta Ukraina dronlarini tutib olgani haqida xabar berdi. Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bagamas ertalab soat 8 larda Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari samolyot tipidagi 6 ta dronni yo'q qilgani haqida xabar berib, talafot ko'rganlar yo'qligini ma'lum qildi. Keyinroq soat 13 atrofida Ukraina uchuvchisiz uchoqlari Bryanskka hujum qilgani oqibatida uning so'zlariga ko'ra 3 nafar tinch aholi, jumladan bir bola jarohatlangani haqida yozib qoldirdi. Kursk viloyati rahbari Aleksandr Xinsteyn 26-iyun kuni ertalab Sochi shahriga yaqinlashayotganda tunda fuqarolik avtomobilini mina portlatib yuborgani haqida xabar berdi. Mashinada shahar holatini ko'rmoqchi bo'lgan 53 yoshli erkak bo'lgan. Portlash oqibatida uning yopiq bosh miya suyagi shikastlangan, yuzi kesilgan. Tez tibbiy yordam brigadasi jabrlanuvchini Kursk viloyati shifoxonasiga olib borgan. O'z navbatida Rostov viloyati gubernatori Yuriy Slyusar dronlar Niklinovskiy va Matveyevo Qo'rg'on tumanlarida urib tushirilganini aniqlik kiritgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qurbonlar va vayronalar yo'q, deyiladi o'z postida.